Uyg'urlarning BDTga jazo lagerlaridagi tuqqanlar haqida sungan ariza qisman natijalandi. Turkiyada yashaydigan bir qism Uyg'urlar tomonidan qurilgan lager qurbonlari munbiri o'tgan yili BDTga Sharq Turkistonda Xitoy jazo lagerlari qamalgan tuqqanlar haqida ariza sungan edi. Navbatda bu ariza qisman natijalangan bo'lib, To'ngun Zaytunburnida o'tkazilgan yig'inda lager qurbonlari yaqinlari va ularning advokati Guldan So'maz xonim bu vaqtda ma'lumot berib o'tdi. Egilenishicha, BDTning xohlagancha tutib turishga qarshi turish xizmat guruhi 16-iyun Xitoy doiralari tomonidan tutib turilayotgan Uyg'urlardan 3 kishi haqida qo'yib berilishi kerak deb hukm chiqargan. Guldan So'maz xonim Zaytunburnu Kazı-Çeşme Madaniyat markazida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida BDT qarorining mazmuni va ahamiyati haqida to'xtaldi. Xitoy erkak qirg'inchilik jinoyatini kino vasitasi bilan yo'shirishga urindi. Sharq Turkistondagi erkak qirg'inchilik jinoyatini Uyg'urlarni majburiy usulga solib, xo'shal-xo'ram ko'rsatish orqali pardozlashga urinib kelgan Xitoy rejimi yaqinda yana Uyg'ur bolalar rol olgan Top Kirgizayli bolalar nomli kino orqali yo'shirishga urindi. Xitoy xalq to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Uyg'ur bolalar bilan fransiyalik futbol cho'pini Erik Cantona bosh rol olgan Top Kirgizayli bolalar nomli kinoning qo'yilish murosimi 11-iyun Shanxayda o'tkazilgan. Xitoy rejimi aldamchilikni texnik avjiga chiqarish uchun kino ko'rish faoliyatiga Sharq Turkistonlik o'smirlarni qatnashtirgan. Top Kirgizayli bolalar nomli kinoga fransiyalik rejissor Steve Weiss rejissyorlik qilgan bo'lib, Fransiya komandasining sobiq tanliq cho'pini Erik Cantona, Chu Jingjing, O'sha rahbar, Shin Beishan qatorliqlar bosh rol olgan. Jang Velli, Milutinov qatorliqlar alohida rol olgan. Bularning ichida bu asarning boshlaridagi dunyoga taniqli futbol cho'pini Erik Cantonaning Xitoyning tashviqotiga erkak qirg'inchilik jinoyatini yo'shirish urinishlarga moslashib rol olishi diqqat qo'zg'amoqda. Volkswagen mustaqil mufattishlarga Sharq Turkistondagi zavodini ochdi. Germaniya avtomobil ishlab chiqarish shirkati Volkswagen Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababidan ayblanganligi uchun bu rayondagi zavodda mustaqil mufattishlarning tekshirishiga ochdiganligini e'lon qildi. Mazkur guruhning bosh ijroiya amaldori Oliver Blum o'zlarining ochiq va mustaqil tashqi iqtisodiy taftish qilishni planlayotganligini hamda ularning Xitoy sheriklari bilan suhbatlashayotganligini bayon qildi. Volkswagenning Urumchidagi zavodi 2013-yili ochilgan bo'lib, rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababli tanqidga uchrab kelmoqda. Germaniya shirkati bo'lsa, zavodning majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsandichiligiga qatnashganligini rad qilib, tijoratini to'xtatishni rad qildi. Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi yadro kelishimi. Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif Xitoy bilan 4 milliard 800 million dollarlik yadro elektr stansiya kelishimi imzolaganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Pokiston bosh ministri Sharif Xitoy yadro energiya shirkati Xitoy davlatlik yadro hamkorligi bilan Pokiston o'rtasida imzolangan turga qarta chasma 5 turi darhol boshlanadi. Xitoy Pokistonning eng ishonchli ittifoqdoshi bo'ladi degan. Xitoydagi bir restoranda portlash yuz berib, nurg'un odam o'lgan. To'ngun kechda Xitoyning g'arbiy shimolidagi Ningxia rayonining markaziy Yinchuandagi bir oshxonada yuz bergan gaz portlash nurg'un odamning o'limiga sabab bo'lgan. Davlat kontrolidagi Shinxua agentligining xabariga qaraganda, 31 odam qazo qilgan bu portlash restorandagi suyuqlantirilgan neft bakining eqib ketishidan kelib chiqqan. Egilenishicha, bu portlash Xitoydagi 3 kunlik dam olish sababidan restoran besiq bir vaqtda yuz bergan. Yana bir tarafdan Fransiyaning poytaxti Parijning 5-rayonidagi bir binoda yuz bergan portlashda yaralanganlarning soni 37 ga yetdi. Qozog'iston Ostona yig'inlariga amdi sohibxonlik qilmaymiz. Qozog'iston Suriyada davomlashayotgan ichki urushda urush to'xtatish va tinchlik musobaqasini shakllantirish nomida ep berilayotgan Ostona yig'inlariga amdi sohibxonlik qilmaydiganligini e'lon qildi. Suriyadagi urush to'xtatish va tinchlik musobaqasini shakllantirishni maqsad qilib, Turkiya va Rossiya qo'zg'agan Ostona uchrashuvlari amdi yangi sohibxon izlamoqda. 2017-yili Turkiya va Rossiya qo'zg'agan bu suhbatga dastlabda Eron, orqadan Suriya vakillarining qatnashishi bilan 4 tarafli suhbat shaklida davomlashayotgan edi.